ahamiyat qilganmisiz? Erkak kishida muammolar kelib, hammasi to'lib ketganda nima deydi? Mayli, bu ham o'tib ketadi. Bir gap bo'lar deydi, to'g'rimi? Bechora nima deysan? Uyga kiray desa, halovat yo'q. Halovat bo'lsa ham ayoliga dardini aytolmaydi. Chunki ayolli yonida ayoldan kuchli bo'lgan erkak kishi kerak. Ayoldan zaif yoki ayol bilan barobar urovindagi erkak kerak emas. To'g'rimi? Hamma narsa to'lib ketgan bir pallada erkak kishi alhamdulillah bu ham o'tar deydi. To'g'ri? Zato oilam bor, tinch bo'ldi deydi, oilasi tinch bo'lsa. Mana shunaqa erkaklarga aytardim-da, albatta o'tadi bu ham. Bundan oldingisi ham o'tdi-yu. To'g'rimi? Bu ham o'tadi. Ozgincha sabr va mehnat.